Uchxonaga nuqulani metro bo'lsin, yo'l bo'lsin deydi. Mana metrodan chiqasizlar, xonadon kirib ketasizlar. Xullas, Yunusobod 12-kvartal, metro Turkiston, yo'l yuzi, mana bu yoq Petchok, yo'q Brasnovka, Mega Planeta. Shu yo'l yuzida 2 xona, 2-qavat, Euro remont, qisman mebel texnikalari bilan yangi remontli xonadon chiqqan, hozir ko'ramiz. Mana 2-qavat kirasizlar, yangi remontdan noldan qilibdi, o'zi ham kafillar qilibdi, 2 xona, 3 xona qilingan. Xo'sh, qanday tushuntiraman? Mana bu yog'imiz zal, kirib ko'rsatib. Pardalarni taqibdi, pollarni chiroyligini qo'ygan, remontli zo'r lyustralarni kattasini qo'ygan. Mana bu kiruvchi bu yoqda stroyniy shkaflari, mana bu yoq spalniy xona, bu yoqni ham ko'rsatib. Elektrika, santexnika, hamma narsasi noldan qilingan. Endi mana koridordan bu yoqdan kelamiz, mana bu yoqni ko'rsatdi. O'zi bu yoq oshxona bo'lgan. Oshxonani mana detsga qilib yuborgan. Bemalol 3 xona ko'ryapsizlar, o'zi 3 xona remontli uyda 90 dan baland bo'lyapti. Bemalol mana buni olsanglar ham bo'ladi. Hammom tualeti mana bitta, stiralkani ham qo'yib qo'yilgan. Bu yoqqa chiqamiz, 2/6 balkon. Chap tarafimiz mana kuxonniy, рабочий stollar. Mana bu xolodilnikni joylashtirasizlar, kerak ortiqcha idish-tovoqlarni qo'yasizlar. Mana bu mana uголок, stol qo'yib, bemalol yeb ichib o'tiradigan joy. 58 kvadrat, Euro remont, ichida qisman mebel texnikalari, ipoteka yo'q, faqat naqdga 86 ming so'rashyapti. Metro liniya, megaga bir asl, joyi zo'r. Pastki raqamlarga qilinglar, tamom.